Akajon, nima pishiryapsiz? Ovqat. Yangizga o'xshab. Ovqat solib qo'ydim. Achchiq salat. Yeysan bola? Achchiq salat yoqtirmayman. Yoqtirmaysanmi? Yo'q. Ham yerim bezarligida ketib qolding-ku Gulrayhon. Hech narsani yoqtirmayman. Yashab Nimani yoqtirasan? Mana, Nesquik, choka krem, kenisi kolbasa, kenisi frikadelka. Shuning uchun semirmayapsiz-da qizim. Foydali narsalar yeyish kerak. Ha, bo'ladi. Bugun Dostonbek akang tug'ilgan kuni. Ha. Tog'ajoningni. Tog'ajonimchi 24 yoshga to'ldilar. Yoshingni ham bilasanmi? Ha, Gulmirachonim aytdilar. Shastuxonni qanday tuzatib turadigan videoga olasan? Ha, Bolalarni mana juda o'tiryaptilar. Alixon bilan Farda ikkita shumtakkalar. Men bu multfilmni ko'rishyapti ikkita shumtakkalar. Shunaqa. Mana ovqatlarni qarang. Oh. Qattiq ko'rsatasan. Voy. Tamlama qildim. Mana keling bo'g'irsoq pishiribdi Oliviya qilibdi. Ha, men bo'g'irsoq yedim nanajon. Ha, Doston akang yaxshi ko'radi bo'g'irsoqni. Mana yaxshi ko'raman. Keling pishiribdi. Ha. Mana to'g'rilayaptilar, mayda qilib, mehri bilan. Shunaqa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Ayjon? Salom. Yaxshimisiz? Salom. Mayli. Siz keldingizmi? Tuzingizmi? Asal. Ha, so'rashdik. Nima bo'ldi senga tug'ilgan kuning bilan? Yaxshimisan? Jonim nima bo'ldi? Kim? Bu sizga Lola. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Muncha chiroyli dasturxon. Uxti, Mira xo'jayinni sevitga. Muncha chiroyli. Vashshi, hurmati balanddan ham yuqori ekan-ku. Oliviya salatlari, bo'g'irsoqi. Bu yerda Dostonbek 24 yoshga to'libdilar. Tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin do'stlar.